Assalomu alaykum, hurmatli Ejevika va Malina kanali a'zolari va butun Ejevika Malina ekuvchi dehqonlar. Sizlarga bugun 5-aprel 2026-yil Triple Crown ejevikalarimizni, ko'chatlarimizni kuzda sotilmaganlari hammasini tuvakka tiqqan edik. Mana bunaqa katta bo'lib yetilib qoldi. Shu ko'chatlarimizni ana syomka qilyapmiz, xudo xolasa. Bular Triple Crown bir yilda bir marta hosil beradigan. Ana shu uchidan ko'paytirib tuvakka solib qo'yganmiz. Mana bu tarafda ham qo'yimiz, mana hammasi Triple Crown. Mana ejevikalar. O boshigacha. Keyingi yo'lda ham Triple Crown bor. Sredniysi mana shunday o'sib turibdi hozir. 10 cm dan oshiq bo'lgan oldi. Triple Crown va Black Gem. Bu yo'llarda hammasi Triple Crown bular. Narigi yo'l ham mana aslanday mana shu Triple Crown ejevikasi. Kimgadir mana shu kimlarga Triple Crown ejevikasi kerak bo'lsa, mana shu ejevikalarimiz yaxshi tuvaklarda 100% ko'kargan, yetilib turibdi. Buni tagida tomiri juda ham baquvvat. Chunki katta tomir ekilgan. Ana tomirdan ko'paytirilmagan bular, uchidan ko'paytirilgan. Baquvvat qilib ekib qo'yilgan. Bu tarafda ham bor. Endi ko'karayotgan, kechroq qilinganlari ham bor. Mana shu yerda bir 2000 tadan oshiq Triple Crown ejevikamiz bor. Mana shunday katta bo'lib ketganlari ham bor. Tagidan hali tomiri chiqib ketmadi. Chunki endi ko'klash boshladi. 10 kunlarda xudo xolasa hammasi baland bo'lib o'sib, chiroyli bo'lib qoladi. Aloqaga chiqingizlar. Triple Crown ejevikalarimiz ham bor sotuvda. Black Gem ham bor. Bu Triple Crown bir yilda bir marta pishadi, bilasizlar. Hosildorligi juda yuqori, gruppada ko'pchilik tashagan. Parkent Malinada ham ejevikani shunaqangi hosil berib turganini. Mana shu Ashurali aka ham tashagan bir qanaqadir qalin bo'lib pishib turgan joyini. Buni reklama qilishdi, buni qayta tushuntirishdi hojat yo'q. O'zimiz Beldersaydagi Triple Crowndan ko'paytirilgan bu. Hosildorligi juda yuqori, ta'mi juda shirin. Eng glavnisi mevasining ta'mi juda shirin. Ko'chat tashi Triple Crown ekaman deganlar, ko'chatlar tayyor. 10 kunlarda juda ham maksimal tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Shunga mana ko'chatlarga zakaz beruvchilar, ekaman deganlar aloqaga chiqsa bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.